Assalomu alaykum. Bahodirjon, yaxshimisiz do'stim? Mana siz so'ragan narsa, bunday salqinga olaylik-da. Salqinga ko'rinsin. Ha, mana qoplarda turibdi bu. Mana salafon qoplarda. Mana shunaqa chiqadi. Bizda drabilkadan. Mana shunaqa dona. Mana ko'ryapsiz. Mana endi bu yoqda ko'rsatay sizda bor joylarini. Mana qarang, qancha to'plab tashalgan mana bu yoqda. Mana ko'ryapsizmi? Bor bir 7-8 tonna bor u общий bizda. Bu maydalanganidan. Mana ancha bor. Buni orqasi ham shunaqa. Orqasi ham to'la. Mana penoplastlarimiz mana chiqqan. 8 plotnoslikdan 20 plotnoslikgacha chiqadi. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mana bular kesilgan sendvich panelchilariga. Mana bu yoq ham kesilgan sendvich panelchilariga. Mana ko'ryapsiz maydonni. Bu tashqaridagi maydonimiz bu. Mana zavodning ichi bu endi do'stim. Mana zavodning ichida sushilkadan chiqqandan keyin mana shunaqa taxlab qo'yiladi bizda. Ichkarida keyin zakazga qarab qirqib berilaveradi bu. Mana 20 plotnosligimiz bu. Mana bu 8 plotnosligimiz. Sifatlari hammasi joy-joyida bizda. Mana bu zavodimiz. Mana zavodni ham ko'ryapsiz. Ana bolalar sushilkadan olib chiqyapti ichkaridan. Mana u drabilkamiz mana. Drabilkaga mana qoplarga mana shunaqa quyiladi. Qoplarga. Qoptaliga. Mana shu drabilkamiz. Ishlab chiqarish. Klientlar, tanishlar, oshna og'aynilar bo'lsa, mana bemalol aytaverasiz. Mana bolalarimiz ham olib chiqyapti ichkaridan sushilkadan. Tashqariga olib chiqib taxlaydi.